من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب الجراح والجراح صنفان منها ما فيه القصاص أو الدية أو العفو ومنها ما فيه الدية أو العفو بدنك برا azanı zahmelendiğine holda bunu biz iki türlü ayırıp birinci türlükte kısas ya kısas olmasa diyet ya ki apokalitişba türlüke yeni birisi diyet apokalitişba kısas bulmagan ismine de çıkıyor ayırıyoruz. Yani kısas bulduğun kısmı kastan boğunu ondan çekirisi inip boğunu. Yani del okşaş kısas alaydığın boğunumuz mesela ceynekten keserken bolsa cinayetçinin ceynekten kesertimiz. Bu enak. Ceynek degenken şey enak. Lekin ceynekten mabeysin ardıqdan keserken bolsa uçarda akarşatının bulunmasının da kesilmeydi. Çünkü del bunda okşaş çıkmaydı. Bazıda sak kulu adamını bir kolu palacıdan zahmelandırıp onu kesiltişi mümkün. Bir göz görmeydiğin adam sak adamının gözünü zahmelandırışı mümkün. وَلْنَبْدَأْ بِمَا فِيهِ الْقِصَاصِ وَالنَّظَرُ أَيْضًا هَا هُنَا فِي شُرُوطِ الْجَارِحِ وَالْجُرْحِ الَّذِي بِهِ يَحِقُّ الْقِصَاصُ وَالْمَجْرُوحِ يَحِقُّ الْقِصَاصُ وَالْمَجْرُوحِ böyle adım ya da zahmelendiği için cinayetçinin şartları karayımız. Kısas elindiğin aşı yaralandırış şartları karayımız. Yani yaralanan kişinin şartları karayımız. Ve fil hukmul vacibillezî huvel kısas. Bu yerde vacip olan kısas hükmüne karayımız. Yana kısasın ornu turduğun diyet ya afu qilish degandek hükmüne karayımız dedi. Yani bahs qilmoqchi olan noktalarni bayon qilib qo'ydi. El-qawlu fil-jarih ve yushtaratu fil-jarih an yakuna mukallafan kama yushtaratu zalika fil-qatil ve huwa an yakuna balighan aqilan wal-bulugh yakunu bil-ihtilam was-sinn bila khilaf. Balagat yetish ihtilam bilan bo'ldi yoki qizlarda hayz ko'rish bilan bo'ldi. Was-sinn ihtilam ko'rmay qolgan ahvolda ma'lum bir yoshga chiysa shu chog'da balog'at ketdi deb hisoblaymiz deydi. Wa in kana al-khilaf fi miqdari necha yoshda balog'atga yetadi deb hukm qilamiz. Shuni bekitishdimi ixtilof bo'lishi mumkin, lekin zahmlanuvchi zot balog'atga yetgan bo'lishi kerak. Wa aqsahu 18 sana. Eng yuqori cheki 18 yosh. Bazı 16 yaş deyiş mümkün, 15 yaş bu da bek keçikken ahvalda 18 yaşını beklemez dedi. Ve aqalluhu 15 sene. En aqallısı 15 yıl. Malum yaş çiğgendin kim balağat yetti de hüküm kurmak olsa tüyünü 15 yaş yukarısı 18 yaş. Şimdi 15 yaştan burun balağat yetip oluşu mümkün. Yetmese 15 yaştan başlap andın 18 yaşa kadar hüküm kılışa başlayınız. Bir yerine şirayette 11-10 yaşlarda balağat getirilgan taraflar ekan. Şunu hesaplaştı doğru keladi unda. Yo'q. Şu bana ahval qaraymiz. Mesela ya balağat ketdi, mana bunda bir ish bo'ldi deb yoki balag'atning alomatlari ko'rilsa, balag'at yetgan bo'ldi. 9 yoshdan tortib boshlandi. Issiq balvalda, mesela qiz bola 9 yoshda balag'atga yetishi mumkin, 10 yoshda yetishi mumkin. Soğukrak balığında 12 yaş, 14 yaş, 15 yaş bo'lishi mumkin. Anda şu cinayeti işleyen cinayetçi balağatga yetdimi, yetmadimi? Yetken bo'lsa, bu chog'da qisas ilishgan gap bo'ldi. Balag'at yetmagan kichik bola bo'lsa, qisas olmaymiz. Balag'at yetgan endi qanday bilmas? Bunda ilgari emasdan balag'atga yetdim deb namoz o'qib, boshunda nima qilgan bo'lsa, balag'atning alomatlari ko'rilgan bo'lsa, hech qanday balog'at alomatlari ehtilom bo'lmadi degan bo'lsa, yo soqol chiqmabdi masalan. Shunda bo'lgan bo'lsa,
Bizim 15 yaşga chiygandan keyingi bola bo'lib qolsa, 16 yoshga, 17 yoshga bola bo'lib qolsa, qisas qildi deb bekitimiz. Yani ehtilam bo'lsin. Bu yaş aralıq bekitish. Bu hamda ko'pincha o'sha arab diyorlariga o'lcham bor. Sık balvag'idagi va burun balog'atga yetish. Ammo so'q balvag'ida kerak bo'ldi. Biz 9 yaşlarda baştan almalıyken meseleler milletin bakılan şey. Millet, turmuş safhası, iqtisodiy ahvolga qaraydi. Biz qassobning balasi bo'lib qolsa, unda eski balog'atga yetishi mumkin. Yoki podshohning bo'ladi. G'izoni shaxsi. Ana hozir bu axborot jamiyatga kallo ta'sir qilgan har turli sirq mazmundagi narsaning ta'sirida bu bolalar tiz o'g'inib qolsa, bir ikki yil burun balog'atga yetib qoladi. Demak, shu muhitda iqtisodiy ahvolga, jamiyatga, turmush safhasiga bog'liq. 21 yoshda navr ko'rgan ayollar bor. Burun tarix. Demak, bu yerda jarih balog'atga yetgan aql ham qasdan zaxmlangan ahvolda qisas ilindi. ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحدا اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص. هذا bu talashtat yo'q o'rin. Qisas ilinganlar bir jinoyat qilsa, qisas ilish imkoniyati bo'lsa, bir odamning badanidagi bir a'zoni zaxmlangan ahvolda qisas ilindi. Lekin bir nechadan bir odamning zaxmlangan bo'lsa, mana vaqtlafu idza qata'at jama'atun udwan wahidan. Tövbe şeyler cüdüşüp birisinin kolunu çana ötüptü. Mesela. فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا تُقْطَعُ يَدَانِ فِي يَدٍ. Bir kol için iki kolunu kesmeyiniz. Adamını birleşip ötteyen çağda ondan birleşip öttesini öttürmez gen. Belki zahirle edilgen bolsun cumhur diyen. Mağla kesmeyiniz depti. وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِي İmam Ahmed Muhammed Billah bir rivayette تُقْطَعُ الْاَيْدِي بِالْيَدِ الْوَاحِدَ. Şeyler bizleşip bir kolunu kesirken olsa, ulanın emmisinin kolunu kesmez depti. Kema tuqtalu indahum el-enfusu bin-nefsil vahide. 5-6 aydan bizleşip bir adam ötürürken olsa, 5-6 aydan hemmini ötürürdü. Şunu okşar. Ve farraqatul hanafiyetu beynen-nefsi vel-atraf. Yani bir özetkiler can bilen azanını ayırıp depti. La tuqtalu a'da'un bi'udvin ve tuqtalu enfusun bi-nefsin. وعندهم أن الأطراف تتبعض. Bunların nazarda bu beden azalar diyen o netçe parça bölgülü olan narsa, lekin can diyenle bölgülü olmaydı demekçi ekan. İkisinin o'rtasida farq var demekçi bular. İkisini o'xshashdan qarasak olmaydi, farqliq bu demekçi. Ve izhaqun nafsi la yatabaad. O canını çıkarışken parçalık olmayacak narsa ya ölüdü ya canva ışıkının birisi. Parçalık bunda yok etkili olduğu narsamız. Ve ihtulife fil inbat. Hem de şu balagat ki yetken buluş gerek bu cinayetçi diyenden şu balagat ki yetişinin bazı alametleri nimbilen ispatlandı diyenge çetişlik yapılaşka hazır şu cinayetçi avrat a'zolariga tukungan bo'lsa, balog'atga yetganlikning alomatimi emasmi degan masalada ixtiloflashdi. Faqala Shafi'i huwa bulughun bi itlaq. Imom Shafi'i ungan bo'lsa, balog'atga yetgan deb hisoblaymiz. Itlaq degani, masalan bir kofirni balog'atga yetmadi deyish uchun ungan bo'lsa, yetdi deymiz demakchi. Hamda vaqtlar madda fi fil hudud degan hudud deganliklar ma'lumiyada bir musulmonlarni chekitliği bir islom jamiyati bir musulmon jinoyat qildi, buni belgilangan jazoni ijro qilmoqchi. Mushundan musulmon bo'lsa jinoyatchi. Bunda shu ungan bo'lsa balag'at yetgan danduq deganda ikki qarash bo'lib qoldi Imom Shafi'i. Al-Madhab degan İmam Malik'nin mazhabi bo'lishi kerak. İmam Shafi'ning tuydashi. Lekin İmam Shafi'ninki nima? Kafirninkida shunda deydi, musulmonninki kelgan chog'da ikki xil qarash bor. İmam Shafi'ninki. Me'adan unda vaqtlar fil-madhab fihi fil hudud degani Maliki mazhabdagilar bu shu belgilangan ig'ir jazoni ijro qilishda tukunganligini balog'atga yetdi deb
ispat qılamdı, qılmamdı degende ixtilaf çıkıp qaldı. Hal huwa buluğun fiha amla degene hududni icra qilishdi. والأصل في هذا كله حديث بني قريظة أنه صلى الله عليه وسلم قتل منهم من أنبت وجرت عليه المواسي. المواسي موسى المواسي. Yani muş meselede üngenne balagat geçişinin ayrışının çekilmesi kılamdık diyen meselede asas delil Beni Kurayda vakalikidiki Resulullah'ın kıygan işe. Bunu hıyanet kıygan iken müşriklerden til bürüktürüp ehdeni bozup Müslümanlık hıyanet kıygan iken Resulullah bunu Sa'd ibn Muaz'dan hükmü geçirdi mi? Khandaq uruşlarida hıyanet kıygan iken ondan La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Beni Qurayda'da. Khandaq uruşu bo'lgan chaqda bütün Quraysh va boshqa atrofdagi qabilalar hammasi mushrik qabilalar Madinaga bosib kelgan chaqda Khandaq qo'llab Madinaga tegalaydigan tarafni qo'llab mudofaa qildi. Hamma shu erlar shu yerda mazmun tug'an vaqtida bu oqida Yahudilar vardı. Bu Yahudilar Müslümanlığını perişan kılan, akılını teşhis kılış, ya ki başkalarından tiril bürüktürüp, Müslümanlığı zerbe verip, iki taraftan da yok düşün, mutkan boğan iken, Medine'ye bastırıp gelgen ahzabını Allah Teala çekindirip etkenden keyin, Resulullah emtahi kilip, dublu sahablarını sırıta edip duruşur, Cibril kilip, Perestler Kur'an'ı koyup koymadı derhal Beni Qurayzaga atlanırken la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Beni Qurayza derhal yani to'xtamay Beni Qurayzadan bilan bizga shu aqlimizdan pichoq urib dushman bilan til biriktirib bizni yo'qotmoqchi bo'lgan o'ttirimizga ahdini buzmoqchi bo'lgan buni adablaymiz deb shuni bo'lgan chaqda buningki sahabning hukm qilgan chaqda Hazreti Sa'd ibn Muaz şu asli bu ok tigib Khandaq masjidida yerlangan. Rasululloh uni masjidga yerlashtirdi. Yerda olgan ekan, asli bu Beni Qurayzaninki biron ittifoqlishi. Buni qanday qilamiz degan ekan, biraylar hukm qilib qo'ysangiz, siz biraylarni tanlagan shu hukm qilib qo'ysangiz, shu hukm bo'yicha ichkilarning rozi bo'ladigan ekan, bular Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhuning hukmiga ma'qul keldi. Yani bizim burun tatip yakınımızda bizge hüküm koydu diyenken Sa'd ibn Muaz'dan mescitte yarda. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'da Allah Teala dua kıldı. Yahudilerin bir endimizine alınmışı bana cennetten musla Allah. Onun Sa'd ibn Muaz'ına işekke müngüzüp aparan çağda kumu ila seyyidikum dedi var. Ekayen iken ansa hüküm kılandı mı? Razı. Ondan keyin xotin balchaqning hammasi qul qilib o'lchirildi. Balog'at ketganning hammasining kallasini xiyonatning jazosi o'sha deb hukm qilgan ekan. Tamam, uni chora yo'q. Shundan isman kallasini olgan. Hani kichik bola bo'lib qolsa, uni kallasini olindi, ammo nima degan ekan, shunda qarab qilgan, ungan bo'lsa kallasini kesgan, unmagan kichik bola bo'lsa qo'yib qo'ygan. Şu koyganlarda Muhammed ibn Ka'b al-Quradi degan bir sahabe şu rivayet qilib, men shu chaqda cho'ng'aldimdan men qarab bakib, shu chaqda oyat qo'yib qo'ygan, oyat qolgan shu chaqda keyin hadis rivayet qilgan. Mush vaqalik shu hamda. Demak, qatala minhum man anbata wajarat alayhi al-mawasi. Yani tig' ishlatganlar demak, ya. Mush ishlatganlarni balog'atga yetibdi deb kallasini olgan. كما أن الأصل في السن حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عرضه يوم الخندق وهو ابن 14 سنة فلم يقبله وقبله يوم أحد وهو ابن 15 سنة. Meğerden Yomul Khandaq diyen bilen Uhud'na ikisini almaşık yaptı. Almaş. Asli Seyyid Bukhari'de kelgan hadiste, asli rivayette Uhud'da cengi qatnashishga qabul qilmay, Khandaqda 15 yaşgacha qabul qildi degan. Seyyid Bukhari'de shuna kelgan. Demak, meğerda almaşık yaptı. Uhud burun bo'ldi Khandaqda. Shunday ham Arada Yomul Khandaq.
أرده يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يقبله وقبله يوم الخندق وهو ابن 15 سنة demiş. Bizninkide almışız bu. Demek ma'lum Sayyid Buxoriyda bor hadis, yuqorqi Bani Qurayzaning vaqaligi bu sahih rivoyat, Tirmizi va boshqa rivoyat qilgan. O demiş Rasulullohning hukmiga qilmay shu. Ya hozir shu Bani Qurayzadagilar bular qo'rg'onda bizni mudofaa qilib turgan, muhasirga ilingan. Gandikan muhasirga urush bo'lmay, bular suhbat o'tkazib, amasa biraylarning hukmiga ma'quldamsizlar. İşte taraf ma'qul değil. Siz biraylarni tanlagan hukm qilsa degankin, sadin muaz hukm qilsa biz ma'qul. Nima hukm qilsa, shuni bir taraf qilsa biz rozi degankin, akilamiz degankin, sadin muaz radhiyallohu anhu hukm qilgan. Hukm qilgan ekan Rasululloh degan. Laqad hakamta bi hukmillahi fawqa sab'a samawat. Allohning hukmiga hukm qildi. Endi o Yahudi bo'lgandan Rasulullohning hukmini qabul qilmaydi. Bu fakat tamamda o'zi ma'qul kelgan birisining hukmini qabul qilmoqchi. Sa'd Muaz shu Xandak janglarda Rasululloh bilan birga turib, shu birga yonma turib jihad qildi. O'qdakka Xandakda turib qarshıdan mushriga o'qotqachqa belikiga o bir joyga o'qtigib, u tutmaydimi? Qansirab ketib nima qilgan. Shu mening jinimning o'sha Yahudiyadan zoti endimizda ilmmoqchi bir jinimni aytsalar Alloh deb duo qilgan. Ondan duasını cevap kılıp Allah Teala şunu hüküm kıldırıp Bani Qurayza'nın erlerinin hamını kalırsın. 7-8 adam. Yani o Hıyanal Osman'ınki cezası. Demek bu Al-Qisas fil atrafda başkan zahmelendiren kişi akıl, balık, amdan cinayet işleyen olsa kısas elindir. Yani kısas elindiğen bir cinayet olsa bazı cinayetler kısas ağır olmalı. Bu başkan. القول في المجروح وأما المجروح فإنه يشترط فيه أن يكون دمه مكافئا لدم الجارح. هذا kan tuşluk meselesi bulaş lazım. Kan bolsa andın bir kısas oldu. Onundan tuvan bulap gaz bulması mümkün. وَالَّذِي يُؤَثِّرُ فِي التَّكَافُ الْعُبُودِيَّ وَالْكُفْرِ. Şimdi kanda nasıl bu kan tuşluğunu yoktu koydu dese, birisi kul olup, birisi hür olsa, birisi Müslüman olup, birisi kafir olsa, kan tuşluğu koyup gidiyor. وأما العبد والحر فإنهم اختلفوا في وقوع القصاص بينهما في الجرح كاختلافهم في النفس فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر للعبد ويقتص للحر من العبد كالحال في النفس. قصاص meselesinde can qisas meselesi bo'lgandakla hür kishi qulni o'ttirib qolsa qisas ilinmaydi deganga o'xshash miyada hür kishi qulninki qo'lni kesib qolsa qisas ilinmaydi debdi. Wa yuqtasu lil hurri min al abd. Lekin qul tuvan bo'lgan ekan bu hürninki bijerini kesib qolsa yoki o'ttirib qolsa qisas ilindi. ومنهم من رأى أنه يقتص لكل واحد منهما من كل واحد. Bazılar o'xshash bular. Bunda farqlandirmaymiz. Hammasi tangtish deb qarabdi. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْجُرْحِ وَالنَّفْسِ. O'ttasini qisas olamiz, bijani kesmasini qisas olamiz, farqsiz debdi. ومنهم من فرق فقال يقتص من الأعلى للأدنى في النفس والجرح. Farqlandirganlar atvendan apirimiz, lekin yuqur bo'lganlardan apmaymiz debdi. ومنهم من قال يقتص من النفس دون الجرح. Bazılar o'ttirib qolsa qisas oldigan ish bor, lekin a'zosini kesib qolsa qisas ilish yo'q. Tantish bo'lmagan ekan debdi. Va an Malik'in rivoyati İmam Malik'ten şıkı rivayet kelib qoldi. والصواب كما يقتص من النفس أن يقتص من الجرح. والصواب degan ishada İbn Rushdning tarjihi. To'g'risi xuddi o'ttirib qolsa biz qisas olamizdek, albatta o'ttirib qolsa qisas olmaydi deydiganlar bor. Shunama, lekin kuchli qarash qisas elindi degan qarash bo'lgandan keyin ma beden a'zolarini zaxmlantirish ishidimi qisas elindi desak shu to'g'ri.
فهذه هي حال العبيد مع الأحرار. وأما حال العبيد بعضهم مع بعض فإن للعلماء فيهم 3 أقوال. أحدها أن القصاص بينهم في النفس وما دونها. Kul zahmlandığı oldu. Ötürüsümü qisas va azalarını zahmlandırısımı qisas va degan bir qarash va. Ve o kavli Şafii ve cema'a, bu cemaanın sidi İmam Ahmed'in ba. Ve huve merviyun an Ömer ibn al-Khattab radıyallahu anhu. Ve o kavli Malik. Demek İmam Şafii, Ahmed, Malik bular hemmisi qisas ilindi. Kuldan kulga qisas aprildi debdi. Ve kavli thani ennehu la qisasa beynehum la fil nefsi ve la fil jurh. Ve ennehum kel behaim. Bular otur qisas ilmaydi. Bular hayvanat o'xshashdir. Kullarni elib sitildi degan gapi bormi? Shuni qiyas topdi. Albatta bu qul olsun inson. Ve huve kavlul Hasan ve ibn Şubrman ve cema'a. İbn Abbas radıyallahu anh'ın mında bir qarash kelgan. Mal mulkka qiyas qilganlar. Bahaim debdim ya. Mal mulk desa umumiy raqam. Hayvandan salmorak. Mal mulk mu hayvan bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. والثالث أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها. Ötürüs qisas va undan tuvan bo'lib qolsa qisas yo'q degan bir qarash bor. Va bihi qala Abu Hanifa va Thawri. Sha'bi mu mush qarashda. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعمدة الفريق الأول قوله تعالى والعبد بالعبد. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. والعبد بالعبد. Kulga cinayet işlegenlik sebebinden kuldan kısaslandığı degan şu ayetga tayandı dedim. Ve amdadul Hanefiye ma ruyan İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu enne abdan li kavmin fuqara qata'a uduna abdan li kavmin aghniya fa'atav Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felem yaqtas minhu. Ve kembalının kulidan birisi baylanın kulunun kulluğunu kesip tutgan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı dava qilib kelgan chaqda undan qisas almagan debdi. Shunami? Demak, bir mazhab kullarni o'tirdi, unda qisas olmaydi degan dalil keldi. Fahada huwa hukm at-taraf. Mana bu a'zolarning hukmi shu dedi. Nafs. Ya hukm at-taraf, şeyh. Bu majruhda bizlar. Hukm at-taraf. Hozir bu quloq masalasi nafs mi yoki taraf mi? Taraf. Taraf deb qolsak shu bo'ldi. Hukm at-taraf desak فغض الطرف فإنك من نمير. Taraf degan ko'z. Lekin taraf desak badandagi qo'l, put, a'zolar. Al-qawl fil jurh. Endi zaxmlantirish ahvoli qaraylik. Va ammal jurh fa innahu yushtaratu fihi an yakuna ala wajhi al-amd. Qasdan bo'lishi kerak. Ya'ni al-jurh alladhi yajibu fihi al-qisas. Ya'ni qisas vojib bo'lgan zaxmlantirish degan qasdan bo'lsa, undan qisas keladi. والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح المجروح أو لا يتلف. Demek ki bu şu zahmelandırış, ziyan uçturuvçunun bir azasını kadın çıkarmış mümkün, kadın çıkarması mümkün. Kolu çatlatken olsa bu kol fakatla işlemez oluşu mümkün. Ya ki burun kadar işleyemez mi, acizrak işleyeceğim oluşu mümkün. فإن كان مما يتلف جارحة بر آذان شنان كادن شكرتلغان بر جناية القاسة فالعمد فيه وأن يقصد ضربه على وجه الغضب بما يجرح غالبا زخملندرغان بر ناسلان أتشغلن قد أرقاسة أبو قستن كياندر قصصندوها. وأما إن جرحه على وجه اللعب بما لا يجرح به غالبا أو على وجه الأدب. Ustaz o'quvchisini yoki ayolni yo bolasini adaplash uchun yoki o'ynashib urib qolgan bo'lsa, zaxmlandirsa فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب بما لا يقتل غالبا. Aşında ahvalda urup edeplab ya çaqchaqlashib bo'lsa ulab ketgan ahvoldagi ashtarlash status aynisi mishalini keldi.
yuqorida azroq tilga olib o'tib ketganman. Shunga o'xshashgan. Fa inna Abu Hanifa ya'tabiru al-alata hatta yaqula innal qatila bil musaqqal la yuqtal wa huwa shuzuzun minhu. İmam Abu Hanifa shu saymon qaraymiz, ishlatgan saymonga. Qarab, shu saymon tig'liq masalan, rizq narsa ular. Unda bo'lsa qasdan deymiz. Chunki qasdan o'tmoqchi odam shu o'ttirgan saymonni ishlatadi. Chaqchaq qilgan odam degan tig' emas, boshqa narsalarni chaqchaq qildi. Buni ayiradigan narsa shu saymon deb ishlatgan saymon. Unda mumkin Imom Abu Hanifa edi musaqqal ishlatib qolsa qisas ilmaydi. Yani masalan bir qatil musaqqal degan bir kaltak masalan. Yoki undara bir tosh, to'qmoq deganda bu narsa musaqqal deydi. Mushin birini o'g'on bo'lsa, o'lib qolgan ahvolda qatildan qisasilmaydi. Agar shamshar bilan masalan, yo nayzi bilan urib sanjib o'tirayotgan bo'lsa, hujada bu ishlatgan saymon qurol edim o'tadigan saymonda buningki maqsad o'tirishga deb qasddan edim o'tirish deydi. O kaltak narsa degan odatda unda gachni o'tadigan bo'g'achqa saymonni qarab bilan ayirtimiz debdi. Va shuzudun minhu. Yani şu saymon qaraymiz degani boshqa olimlardan ayrilib chiqib olgan qarashi Imom Abu Hanifa'ning. Yani bil khilafi hal fi al-qisas aw ad-diyati in kana al-jurh mimma fihi ad-diyah. Yani müşahede yuqori qilib ixtilof bo'lishi mumkin, o'ynashib adam o'tirib o'tgan ahvoldagidek ixtilof bo'lishi mumkin degandagi ixtilofdan nimani maqsad qilmasam, buni qisas kelamdi, diya kelamdi deb shuni ixtilof bor demoqchiman deb. Bu unda qisas kelamdi, diyet kelamdi deyishimda diyet qildigan ashunda zaxmlantirish bo'lsa, lekin diyet kelmaydigan zaxmlantirish bo'lib qolsa, bu boshqa gap. وأما إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف. bir azasını kadın çıkaran bolsa, qasdan çıkaran bolsa, ondan bunda qisas keladi. Bunda xilaf yo'q. Ve fi tamyiz al-amd minhu min ghayr al-amd khilaf. Endi qanda turlik zaxmlantirish bo'lib qolsa qasdan bo'ladi, qanda qasdan bo'lmaydi. Mushuni bekitishning ixtilof bor. أما إذا ضربه على العضو نفسه فقطعه وضربه بآلة تقطع العضو غالبا. Kesildiğin bıçaktak bir narsalar şu azağı uruptu. أو ضربه على وجه النائرة بلا خلاف. Yaki düşmanlaşıp adavatlaşkan halatda qat uğan bolsa, bunu da qisas keldi deb ixtilof yo'q. وأما إن ضربه بلطمة أو صوت أو ما أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف الأذن مثل أن يلطمه فيفقع عينه. Hem adet ötemediği bir nasıl bir kamçıyla uruptu, ya ki kaçtığı bizim sattı. Bu adette ötemeydi. Lekin şunda uğan takdirde közünü kuyutup kaptı mesela. فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه. Bundan da adette zaxmlandırmaydigan narsalarni sağam bo'g'achqa bu shibul amd deb qaraldi, buni qisas kelmaydi. Va fi diya mughallada fi mali. Lekin shibul amd bo'g'achqa ig'irlashtirilgan diyet bekitimiz debdi. Ig'irlashtirilgan diyet deganimiz, mesela 100 tug desek, 100 tugining 3dan 1 manda tuga, 3dan 1 mancha tuga, 3dan 1 manda bo'g'ach tuga degan bo'lsak, bu mughallasi. 100 tugida bilan qanday tugi bo'lsa mayli yoki 5 tugi bo'lib desak bu muxaffafa bo'ladi. Va hiya rivoyatul Iraqiyyin an Malik. Mush qarash shibul amd bo'ldi degan qarash Imom Malikningki Iroqlik shogirdlari Imom Malikdan rivoyat qilgan qarashdir. Wal mashhur fil mazhabi anna zalika amdun. Lekin mashhur qarashda, hali Iroqlik shogirdlarining qarashi mashhur qarash emas. Lekin mashhur qarashda Imom Malikning mazhabida shunda qachaqlab urib ko'zni qo'yatdi degandek shulab qolsa yoki qamchi bilan binasida urib nuqis o'lib ketgandek bo'lsa bu shibul amd emas, amd bo'ldi. Va fil qisas keladi illa fil abi ma ibnihi. Faqatlam bir ahol bilan shibul amd deydi, u bo'lsa bolasini dadasi o'tirib qolsa
Yolları bazı kısasda şüphem diyenen yok. Yok lekin fil abbi ma'al ibn gen. Mishadan shunday dedi. Hozir mush mashhur qarashdim yo'q dedi bana. Yo'q lekin illa fil abbi ma'al ibn dedi. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح. İmam Abu Hanife ve sahiben şibil amdi degan edem o'tirish bo'ldi lekin azani zaxmlantirishli bo'lmaydi. Ve amma in jarahahu fa atlafa udwan ala wajhi al-la'ib fa fihi qawlan ahaduhuma wujub al-qisas ve thani nafyuhu. O'ynish biroq qo'lni kesib turib zaxmlanib ko'zni qo'yayotgan bo'lsa qisas bor degan bir qarash va qisas yo'q degan bir qarash var. وما يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل الدية مغلظة وقيل الدية الخطأ. أنا مش قراش وجوب القصاص ياك الدية إنما مش أولدا ديتنا قبول قطعان أولدا قندا دية بردو مغلظ دية مو ياك مخفف دية يعني دية الخطأ مو يعني فيما فيه دية يعني دية كلدغان أول بوسا yengilletilgan diyet tölemdi yoki ig'irlashtirilgan diyet tölemdi ixtilof bor. Va kadalika idza kana ala wajhil adab fa fihi al-khilaf. Ustozi shogirdini yoki dadasi bolasini yoki ayolini adablash uchun bo'lgan ahvoldimi shunda talash bor. Va amma ma yajibu fi jarah al-amd idza waqa'at ala ash-shurut allati dhakarna fa huwa al-qisas. Qasdan holatda yuqorida bayon qilgandek shartlar to'liq tepilgan holatda bunda bir jinoyat bo'lib qolsa, birisining ko'zini qo'yapti yo qo'lini kesyapti masalan. Bunda bo'lib qolsa, bu yer qildigan ishlama qisas. Liqawlihi ta'ala wal juruha qisas. Ve dalika fima amkana al-qisas fihi minha. Yani qisas elindirdi. Lekin qisas og'ili bo'lgan jinoyatdan qisas bo'ldi. Hazır cinayetine çıkıyordu. Kısas ağırlığı cinayet, kısas ağırlığı cinayet. Ve fîmâ vücide minhu mahallul kısas. Yani kısas aldığın urun tepiliş lazım. Mesela bir âmâ kişi sakadının gözü birini uruplam çık gözü kuyur. Yani kısas aldıysak bu âmâ kişinin gözü yok. Mahallul kısas yok. وَلَمْ يُخْشَ مِنْهُ تَلَفُ النَّفْسِ. Mesela kalısını yeri tutken, yani bu cinayetçinin kalısını yeri tutuyorsak onda. Mesela kâkinin bizini sırtlam, yaralan bozduğunu kâkinin bizini sırtlam yarayılırsak, kattırak teklifte ulaklaşımken de ensireli ahal olsa kısas verilmez. وإنما صاروا لهذا لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القواد في المأمومة والمنقلة والجائفة. Niçin ayında bazı cinayette kısas kelmeydi derse? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müştürlük başını yeriltiş vakaligide kısasını götürürken diye bir rivayet var. Bu İbn Majah rivayet eden sahih hadis. Yani ma'muma degan qanday ise bu aşu beşini yeriltiş bu şicayizdan bir türlü bu. Şicayizdan 10 türge ayrılıyor. Manasından qat'iy ko'rinib qolgan zaxmlan desa ma'muma. Yani allati wasala ila ummud dimag. Wal munaqqila degan bira so'ngakka ustixonni o'z joyiga yurib ketgan. So'ngakni chaqib, so'ngak u ham bunda go'shtning ichiga yurishib ketgan. Wal jaifa beshining ichi ko'rinib qolgan, ichiga yetib qolgan degan. فرأى مالك ومن قال بقوله أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف. Madem üçtürlük zahmelendirirse, beşini yeritiş vakaligini keldima ki İmam Malik attı. Üçtürlük mü degan bilan mujnu o'xshaydigan müştürlük yani başka a'zoni kadın chiqarish ahvolida hammasi o'xshash shu. Bu mana misol tariqasida 3 haftada keldi, boshqasini o'xshash debdi. Mesela kesre adm rakaba mesela bu el turkunu sundurutish ve sul yani belirki ve umurtukunu sundurutish ve sadr meclisten bu yani kuva vizasını sundurutish ve fakir yutusunki sonkunu sundurutish. Bu şundan da biz boyundaki bu sonkunu sundurutu boyunu sundurutu da vaktini bunu sarsa ölüp koysun mümkün.
Nalken umayla da to'xtab qolamiz. Endi mushu hadis kelgansa, ya hadisda boshqa 3 turli kelgan, mushu o'xshash bo'lgan ekan, mushu turli narsaga o'xshash qaraymiz deb o'ylayman. Yengilroq jarohat azam qisasili o'xshash qilib. Qisqa davrlardan birikib qolgani o'lib ketsa uni chiqadi. Lekin ma'lumda o'lib ketdi deb insirab qolgan ahvolda umaymiz. وقد اختلف قول مالك في المنقلة فمرة قال بالقصاص ومرة بالدية ومرة قال بالدية وكذلك الأمر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص يعني إمام مالك تمام تغلون مدى أهوال القصاص قصاص يوقف مثل الاقتصاص من ذهاب بعض النظر أو بعض السمع مثلا كوزنا أزرق كردان قويقتر يعني طلق دائما قمقتر bir ishini qilib masalan yoki chiroqi qo'lida bir ish qilib ko'zni g'uva ko'radigan qilib qo'yapti yo quloqni asra anglaydigan holatda gaz qilib qo'yapti. Lekin biz bu ko'zni ashunda shu darajada qilindi desak faqat ko'radigan qilib qo'yish mumkin. Uni o'lchab bunday qila olmaydi. Manchalik anglaydigan manchalik ko'radigan darajada qilib qo'yadigan bo'lmaydi. Undan ekan bunda o'xshash qilib bo'lmagan ekan qisas ilmaydi deb turibdi. ويمنع القصاص أيضا عند مالك عدم المثل. أخشى مسمى ينا قصاص المايد مثلا أن يفقى أعمى عين بصيرا أعمى كشي كوز ساقدم من كوز قيوت قاسا هذا onun sağ gözülen o işlemeden göz tamamız. İşlemeden gözünü koyganın faydası yok. Bunda ahvaldı mı qisas ilmaydi depti. Yetkildi mi? Evet yetkildi. واختلفوا من هذا في الأعور. Hem de bir gözü gördüğün, bir gözü görmediğin kişi olup kalsa, bunun ıhtilaflaşıp kaldı. Bu kişi yafqahu aynes sahih amdan. Bir gözü gördüğün kişi iki gözü gördüğün, iki gözü sak adamının gözünü kuyuvetken bolsa kasten bunun ıhtilaf var. Faqal cumhur in ahabba sahihu en yestaqila minhu felahu qawad. Eğer iki gözü sak adam bir gözü adamdan qisas alaman deb qalsa qisas ilvasi bo'ldi. Va jumhurning qarashi. Va ixtalafu idza aqa anil qawad. Hamda qisas ilvasi bo'ldi. Qisas almayma to'lam olay deb qalsa. Faqala qawmun in ahabba falahu diya kamilatan 1000 dinar. Demak bundan ikki ko'zni quyatasiz. Hamda qisas olay desa bunun bir ko'zi bor. Undan keyin bunun ish ko'zdan qo'yasa bu bir ko'z men to'lam olay deb qo'ygan bo'lsa, xolisa 1000 tillarni to'liq oldi. Ya'ni yüzdagi deylar, yüzdagini to'liq oladi. Chunki ikki ko'zningki diyeti shu yüzdagi bir insonning tilini qildi. Bir ko'zni qo'ysa, bir ko'zni yerim 50 tagiga. Ya'ni badanda bir sivana aslab qolsa, shu bir insonningki tilini qildi. Ikki sivana aslab qolsa her birisiga bir insonning yerim to'lim qildi. Uni anasılab qalsa tutning barmoqidek her birisiga 10 to'g'idin qildi. Mendan. Tilni kesvatsa bir insonning to'limi qildi. Zakirni kesvatsa bir insonning to'limi qildi. Chunki badanda bir tal bor. Endi ko'zni nima qilsa bir ko'zga 50 degan. Va huwa madhab Malik. Va qila laysa lahu illa nisfu diya. Yana bir qarashda faqat yerim to'lamni olalaydi debdi. Ma hisoblashma azma murakkaba diqqat qiling. Yani ikki ko'zni quyib aytgandan keyin to'liq bir insonning ikki ko'zning deydi, to'liq bir insonning deydi. To'liq oladi degan qarash bo'ldi. Mantilla yoki yuzdaga. Va huwa madhab Malik. Va qila laysa lahu illa nisfu diya. İmam Şafii mana va bihi qala Şafii. Va huwa aydan manqulun an Malik. İmam Malikdan kelgan qarashgan İmam Şafiining so'zi ekan, laysa lahu illa nisfu diya. Taqallam yerim tilamni olalaydi deydi. Yerim tilam bir ko'zni Yok. Ya yerim tilamlam oldi, bir ko'zni qo'ymaydi, shunda xolos bo'ldi demoqchi ekan. Va bi qawli Şafii qala Ibn al-Qasim. Mushadir İmam Malik'ten bir rivayet. Ibn al-Qasim tutgan qarash. Ve bil qawl al-akhar qala al-Mughira min ashabihi ve Ibn Dinar. Al-Mughira bilan Ibn Dinar mo İmam Malik'ning shogirdi. وقال الكوفيون ليس الصحيح الذي فقعت عينه إلا القود أو ما اصطلح عليه.
İmam Ebu Hanife ve şagirdlari ko'zi saq adam ko'zi qo'yib ketgan bo'lsa, u yakchashma odamdan ya bir ko'zini qo'yib bilan qisas oladi yoki o'zaro so'dilishadi, to'lamga so'dilishadi, tutishadi. Vaqad qila degan mush Imom Ahmadning qarashi. Kelganlarda mayonda yoki 100 to'ga yoki nesh pul bo'lsa, hozir sulh degan hozir 100 to'ga ya 50 to'ga degan gap yo'q. O'zaro alama 10 ming ko'yba, 40 ming ko'y alaydi deb bilan tushadi. Az bo'lsin-chi bo'lsin. Vaqad qila degan Imom Ahmadning qarashi, la yastaqidu min al-a'wari wa alayhi ad-diyatu kamilan. O yakchashmadanning qisas olmaydi, to'liq diyat oladi, ya'ni bir insonning diyatini oladi debdi. Ruya hada an ibn Musayyib va an Uthman radhiyallohu anhu. Osman radhiyallohu anhu bo'lish kerak bu. Osman al-Batti emasdi, ha? Wa umdatu sahib hada al-qawl anna 'ayn al-a'wari bi manzilati 'aynayn. Bu qarashning dalili nima desa, shu yakchashma adamning bir ko'zi xuddi boshqaning ikki ko'ziga o'xshash dedi. Ikki ko'zlarni ko'rib shunda foydalanibdi. Hali mushuning bir ko'zi shu ikki ko'zning o'rnida demoqchi. Unda qimmatli ko'z demoqchi. Faman faqaha fi wahida فكأنه اختص من اثنين في واحدة. Ko'zlarning bir ko'zni quyayotgan bo'lsa, aning bir ko'zni quyib qolsa, qanday bo'ladi? Xuddi bir ko'zni quyayotganda bu yerdan ikki ko'zni quyayotganga o'xshaydi. Chunki aning bir ko'zi ikki ko'zning o'rnida edi. Wa ila nahwi hada dhahaba man ra'a annahu idha taraka al-qawd anna lahu diyatan kamila. Shunda tahlil qilg'achqa qisas elishni buldu qilgan chaqda diya kamila kildi deb qaradi. Wa yalzamu hamila hada al-qawl alla yastaqida daruratan. Davomki aslida bu tang emas, ya'ni hozir buning bir ko'zi odamning ikki ko'zi barobar degan ekan, bu aslida qisas yo'q deyish lozim edi. Chunki bu yerda qisas ham mumathalatda. Hozir mumathala yo'q degan bo'lgan ekan, qisas yo'q deyish lozim. ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية فهو أحرز لأصله. Hamda qisas kirdi deb an to'lamni yerim to'lam to'laydi deganlar, aynan degan qarash bo'ldi. Unda deganlar فهو أحرز لأصله. Ya'ni o'zining asli qoidasi bo'yicha gap qildi bular. Fata'ammalu, buni obdan diqqat qilib qaragan. Fata'ammal degan mishada jinski bir yava diqqat qiling. Mushu fata'ammal degan so'zmi fiqhiy istiloh. Fa innahu bayyinun bi nafsihi. Obdan diqqat qilib qarasam, aniq mana bunday qilib chiqib turdi. Vallohu a'lam. وأما هل المجروح مخير بين القصاص وأخذ الدية؟ بدنا زخملندرلgan kishi ixtiyorlik bormi? Qisas tanlasa qisas qildigan, diyet tanlasa diyet oladigan holatda. Am laysa lahu illa al-qisas faqat, yoki shu qisasdan boshqa tanlash imkoniyati yo'qmi? Illa an yastaliha ala akhd ad-diya. Faqat namda diyet ilishga tutsa, andin diyet oladigan bo'lmasa o'zi xalab bilan diyet olmadi bilan bekitmaydi. Xuddi elim o'tirish vaqasi dedik-ku, qotilning roziligini olib, ana diyet ma'qulman to'laydi desa, andin olamdi diyetni. Yoki uning roziligini olmayman, qisasamman diyet olman desa, qotilni majbur diyet o'piramdi. Ya'ni diyet to'laydigan chaqda qotilning roziligi shartmi degan nima o'tgan. Mishalim shu gapim. ففيه القولان عن مالك مثل القولين في القتل. أجل كان بكلام شكل قرشبان. وكذلك أحد قولي مالك في الأعور يفقع عين الصحيح، أن الصحيح يخير بين أن يفقع عين الأعور أو يأخذ الدية 1000 دينار أو 500 على الاختلاف في ذلك. Yakchashma adam ikki saq odamning ko'zini quyib tutdi. Bu chaqda ko'z quyutilgan kishi ikkining birini tanlasa bo'ldi. Va yakchashma adamning ko'zini quyish bu bir tanlash yoki 1000 tillarni to'liq ilish yoki bir qarashda 500. Va amma mata yustaqadu min al-jurh, mushu zaxmlandigan ahvol bo'lib qolsa, mushuning qisosini qachon ijro qilamiz? Qachon qisas olamiz? فإن مالك أنه لا يستقاد من جرح إلا بعد اندماله. İmam Malik yara saqib bo'lgan chaqda undan qisas olmaz.
وعند الشافعي على الفور إمام شافعي درهلم قصاص الماس فالشافعي تمسك بالظاهر ومالك رأى أن يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس قصاص ديگەندە الله maş ayet nususninki zahiri qisasni göstərüyor. Yani derhal qisas ilişecek bir ahval var. Hem de İmam Malik ya bu saqayğanninkin almasa bu saqaymay turib ig'irlishib göpbidi şu yerinin sahibi ölüp gitişimken. Ondan bir yerde hazır qisas fil nefs kelib chiqar ish bu. Şuna açın aqıtı qaraymiz. Saqib bo'lgandikan bunun qilgan jinoyat hazır qo'lini kesishlamdi, qo'lini kesmadi. Ama saqaymasa ahirida qarab turamiz. Shu yerdan o'lib ketib qolsa qisas fil nefs kelib qoldi. واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح يموت المقتص منه دعنا مثلا birisi qo'lni kesibdi. Kesibgan biz qisas ijro qilib shuni qo'lni kesdik. Shunama uni qo'lni kessak bu o'lib qoldi. Asli boshda qo'li kesilgan odam o'lib qolmagan. Lekin bu qansirab ketib qoldi ya bir shunda o'lib ketib qoldi. Ya badani ajiz kelmasdan o'lib ketib qoldi. فقال مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد لا شيء على المختص قصص آغوشغا هيç qanday gap kelmaydi. وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما مثل ذلك Moşu ikki sahabine hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'dan müşüne qarash kelgan. Yani onun qisas kelmaydi. El haqqu qatalahu yoki el haddu qatalahu. Haqni ijro qilgan chaqda shu haq ijro qilinishi bilan o'lib ketdi bu. Buni to'lamash kelmaydi dedi. وبه قال أحمد وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية قصص آوچنينك ورق تقلرغا ديت كلدو دبتا يعني تليد demekçi وقال بعضهم هي في مالي bazılar yani İmam Ebu Hanife üzünün mal mülkünün bir doğu demekçi وقال عثمان البتي يسقط عنه من الدية قدر الجراحة التي اختص منها. Bu makal muvaffak yaptı. Birisi kolunu kesibdi. Andaki anda kolu kesilganlar için biz onun kolunu kesip qisas yapırmız. Andaki kolunu kessek bu kolunu kesiş sebebinde ölüp kaldı. Osman el-Batti yaptı. Kolunu kesişe yerim diyetti. 50 ülke gitti tamam. Yani bu ölüp kaldı. Davranırken qo'lning chiqimini tutqilar qap qag'inni to'laydi. Yani to'liq diyet to'lamaydi, 50 tuga to'laydi demoqchi. O'lgan justi bo'lsa, qo'lning nimasini chiqarib o'tamiz mana. Qisas ilingan shu yarininki qadr qimmatini chiqarib olsak, qap qag'inni yani qo'lni kesgan bo'lsa 50 tanga qoladi demoqchi. وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه فعمدة الفريق الأول إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده بلا başka bir hadni icra qilganni qiyas qildi. Mesela bir o'g'ri qoldi, biz uning qo'lini kesdik shunami? Qo'lini kesgan kishi jallar yoki buyurgan shu qazo qilib, buga qisas kelmaydi. Yani qo'lini kesgandan keyin bu qo'lni kesish sababidan o'lib qoldi. O'lib qolgandan keyin qisas kelmaydi debgan. Hammalar buni aytgan. Lekin mal aslida o'xshaydi. Bu bir had ijro qilish jarayonida kelib chiqqan qazo demakchi. وعمدة أبي حنيفة أنه قتل خطأ وجبت فيه الدية. Bu xata o'tirib qilish ahvoli bo'lgandan diyet to'liq keladi debdi. ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد ولا البرد الشديد. قط issiq ya qat sovuq bo'lgan ahvolda qisas ijro qilmaydi. Uni saqlab turib, havo normallashganda emas. ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه. Çünkü bundan o'qisak, qo'lni kesib yurganni zaxmlandirsak, issiq ya qattiq sovuq sababidan o'lib qolishi mumkin. Zaxmlangan kishi. Hali bu qisas atrofini gibi. Qo'lni ya pulni ya zaxmlandirish uchun qisas ilingan taqdirda bu qattiq issiq bilan qattiq sovuqning ta'sirida o'lib qolishi mumkin. وقد قيل إن المكان شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم. Yani qisas ijro qilish uchun haramdan boshqa bir o'rin bo'lish kerak. Haramdan boshqa ya bo'lish shart
degan gapmi bor edi. Buni biz tungi darsda o'tgan. Ya'ni haramda jinoyat ishgan bo'lsa haramni jazolaymiz. Haramning sirtida jinoyat ishlar haramga qochib chiqargan bo'lsa, buni haramda jazo ijro qilmaymiz. Buni ya tutib chiqib yoki chiqishga majbur qilib, haramning sirtida jazolaymiz degan. Shunga shart tutadi. فهذا هو حكم العمد في الجنايات على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن وينبغي أن نصير إلى حكم الخطأ في ذلك. Yani qasddan gaptugida hozirda xato jinoyat ishlab qolgan ahvollarga yo'tkilamiz. Va nabtadi'u bi hukm al-khata'i fi an-nafs. Qalbi bilan xato adam o'tirib qo'yganning hukmini bayon qilamiz. Talab kesse yoki kalırsiz etse umum jinoyat babının oxiri chiqdi. Onun tafsiri bayon qildi. Mesela ishni Allah parçasında birisi küçükten bo'lsa, cumhur to'laydi dedi. Buna Abu Hanife to'lamaydi dedi. Kalını ya eshakni ya ularni minib ketayotgan bo'lsa, shu ular bizning oldi tutulan tapda o'ylaymiz. Kishi oldi esa uni o'ylaymiz. Oldi sirib paydab ketayotgan yoki shulardan tutib adam oldinmi hayvon oqida ma'ni o'ylaymiz. Bu tafsirda bayon. كتاب الديات في النفوس والأصل في هذا الباب قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. لما القرآن الكريم ده أدم أترشنا عمد وخطأ ده تشكي غيره ما آيات هذا خطأ تربان وقالت كيغا. والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء. Kulun kanımı bu. Ayak kişinin kanımı bu, zimminin bu diyendek şunun qarab diyet o'xshash bo'lmaydi. Ve bihasab ihtilafillezine telzemuhumud-diye. Yana diyet to'laydiganning ahvoliga qarab o'xshash bo'lmaydi. Ve aydan taxtalifu bihasabil amdi idza radiya biha. إما الفريقان وإما من له القواد على ما تقدم من الاختلاف. Yani iki taraf razı bo'lganda ondan diyet kilamdı. Yoki o'lguchininki oilasidan o'zim diyet olgandan tanlamdi degan shu qatilni razı qilishadi degan masala shu. Wa nazaru fi diyati huwa fi mujibiha. Endi diyetni tadqiq qilganimizda biz oldi bilan nimaga qaraymiz? موجب الدية يعني قندا أدم ترشرب قاصد يتكلدو ثم في نوعها عندن تره مجيء من تره تجمو تلامو يعني وفي قدرها قنشلك يجتجمو سكسمو ألقمو يعني وفي الوقت الذي تجب فيه يعني دية واجب الضغط وقت وعلى من تجب كم لاجا واجب باش قاتلنا وجمو ياكي ورقت قلرمو. فأما في أي قتل تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ. خطأ أدم تربقى أهوالده ديت واجب قلدغلق اتفاق. أش آيات إنه ودية مسلمة إلى أهله داب. نوانجم انطلستات شو. وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي. يعني قستان أدم تربطه لكن بقاتل عقل بالغ مسكن. عشر تبلمنه. من ذا شادمه يعني ديت. وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة عن حرمة القاتل. يعني قستان بلاب قاتلنا hürmeti sal çoğrak, derece şükürrak ahval bulup kalsa yani kısas kelmeydi. Mesela hurri vel abdi, mesela hür kişi kulunu ötürüp kalsa kısas kelmeydi diyen karaş boyunca devam eder. Elbette ihtilaf var mı onlar? ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه خطأ. عندك خطأ ötürüp kalan işlerden bazı alın ittifak kâgini var dedi. مش خطأ ötürü işleyemez, de ittifak kâginin ahvallı var. ومنهم ما اختلفوا فيه. bazı يقبو خطأ demlik demamlık ihtilaf kıygalları var. وقد تقدم صدر من ذلك. Bunun bir şey yukarıda ötüp gitip oldu. وسيأتي بعد ذلك اختلاف في تضمين الراكب والسائق والقائد. Yani bunun kim? Ulak minip mangan kişiden, heydugüçiden, saik diyen hazır, ulakның akılını heydip mangallar. Rakib diyen mingeller. Saik diyen ulakның akılını soğuk bilip heydip.
aqlını aydib manğallari qaid degan oldida turib so'rab manğallari buningki to'lamlari endi bundan keyin kirdi. Wa amma qadruha wa naw'uha unda diyatninki miqdori va turi kelsak fa innahu muttafaqu ala anna diyat al-hurri al-muslimi ala ahli al-ibli 100 min al-ibl. Mushunda ittifoq. Müslüman bo'lib, hur bir odam bo'lib qolsa, tugi bilan yashaydigan odam bo'lib qolsa, ya'ni chorvamallari tugi bo'lgan kishi bo'lib qolsa, 100 tuga. Shu hadisda va fil nafs 100 min al-ibl deb kelgan. Wa ya fi madhhab Malik 3 diyat. İmam Malik'ninki mazhabida 3 turlik diyat bor. Birinchisi diyatul xata, ikkinchisi diyatul amd idza qubilat. Diyat olaylar ma'qul. Qarashlar ma'qul kelgan taqdirda, birey ma'qul degan taqdirda. Va diyat shibul amd. Yana o'ttirda qolgan 3-chi turlik nima? Va hiya inda Malik fil ashar anhu mithla fi'lil mudliji bibnihi. Al-Juqurda bir vaqalikda Beni Mudlij degan qabildan bir odam o'g'liga kayib shamsharni bir etibdi, ustini zaxlandirdi. Qon to'xtamay, qansirab o'lib ketib qoldi degan. Bunda bir ahvol bo'lib qolsa, endi buni shibul amd deymiz yani. Yani shu dadillar balma o'tirlam shibul amd bor demoqchi. Bu shibul amd yo'q. Va amma Shafi'i İmam Ahmad bin Billah fadiyatu anhu 2 faqat mukhaffafa va mughallada. Yengillitilgani va ig'irlashtirilgani va chiktirlik bo'ldi. Fal mukhaffafatu diyatul xata wal mughalladatu diyatul amd va diyat shibul amd. Wa amma Abu Hanifata fadiyatu indahu 2 aydan diyatul xata va diyat shibul amd va laysa indahu diyatul amd. Hamda İmam Abu Hanifa qasdan adam o'tirish vaqaligida diya bor demaydi boshda. Bunun hükmü şu kısas iliştir. Yani kısas iliş bombada degandan qanday qilish lozim? Diyet ki yutkilishi mumkin. Lekin bu yutkilishni diyet bor bunda demak, bu anda kısas bombachqa hozir buni o'zaro tutishdi, sulilashdi deb bunda ataydi. Sulilashga oldin diyet 100 deb bekitgan bo'lsa, 100dan tuvan ya yuqori bo'lishi mumkin. 300 ga. Demak, bu shu qasddan adam o'tirishda ikkilan tutishgan narsa bo'ldi deyken. Unda diyet deb belgilamaymiz. Asli qisasda, lekin qisas tushib ketgan ahvolda ikkilan tutishganni oldi o'ratdim. Va huwa halun alayhi ghayr muajjal. Nasiyamas naqaldi. Va huwa ma'na qawli Malik al-mashhur. Imam Malikning mashhur qarashidagi sözünün mazmununu muşunda. Liannahu idza lam talzam ad-diyatu indahu illa bi istilahin fala ma'na li tasmiyatiha diya. Çünkü işkelim tutuşup alınmasa ona diye deb atılmaydi. Diye degan sababda yuaddiydin keldi. Ama apırıp durdu, verdi degan. İşke o'zaro tutishmagandan apırıp birish bo'ldi demak ekan. Hozir Imam Malikning mashhur qarashi, qarish taraf diyet to'lashga rozi bo'lgan chaqda andin diyet to'lash bor degan gap shu. Demek mushmul sulh degan ma'noni ko'rsatdi. İlla marwiyanu annaha takun muajjala kadiyatul xata. Faqat anda bir rivoyat qilib qolgan ahvol bor. Aciz bir rivayette. İlla marwiyanu degan aciz bir rivayette İmam Malik'ten bu xata adam o'tganning dizga o'xshash degan qarash keldi. فها هنا يخرج حكمها عن حكم المال المصطلح عليه. Muşunda aciz rivayet boyunca diyetul xataga o'xshash desak, bu chaqdandan sulilashgan bo'lmaydi bu. Aniq diyet bo'lgan bo'ldi. Keyin bunda bo'lmasa, Imam Malikning shu mashhur qarashida ikki taraf rozilashib, ondan sulilashib bergan narsa bo'ldi bu demoqchi. Wa diyatul amd indahu 4. İmam Malikning nazarida qasddan adam o'tirishninki diyeti 4 turlik tugidan bo'ldi, 100 tugi demoqchi. 4. Chariki bir xil tugi, chariki bir xil tugi, chariki bir xil tugi munda bo'ldi. 25 bint Makhad. Bint Makhad degan 1 yoshni to'ldirib 2 yosh qadam qo'ygani. Va 25 bint Labun degan 2 yoshni to'ldirib 3 yosh qadam qo'ygani. Va 25 hiqqa bu 4 yosh qadam qo'ygani. Va 25 jada'a bu 5 yosh qadam qo'ygani. Va qawl ibn Shihab va Rabi'a. Rabi'a ma Imam Malikning shogirdi. Ibn Shihab kim? Zuhri. Bazı Zuhri de kıldı, bazı Ibn Shihab da kıldı.
Kisi işkeden de böyle kılımız. Tabi'i. Ve diyetul mughalladatu indahu ethlâtha. Şimdi İmam Malik'nin nazarında mughallaz diye yani iğra ya kımmetrek diyet 3 ülüşke bölüngen buldu. 30 hikka ve 30 ceda'a ve 40 halife. Halife degeniz şu boğaz olan yani qo'shqili bor demakchi. Demak bu qancha türi ulush az bo'lgan sir qiyinlashadi bu. Chunki bir turlik mesela şu boğazdan 40 tepishtash jada degan 5-yoshga qadam qo'ygan. ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في مثل فعل المدلج بابنه. Şunda ahvaldılar şibil amdada mughallaz kıldı demek. Bu neşkedim tekrar etti. وعند الشافعي أنها تكون في شبه العمد أثلاثا أيضا وروي ذلك أيضا عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وقال أبو ثور الدية في العمد إذا عفا ولي الدم أخماسا كدية الخطأ. Abu Sor xata adam o'tirishga to'langa o'xshashlam qasdan o'tirishdimi 5 turlikka bo'lingan bo'ldi debdi. 20 demakchi. Vaqtalafu fi asnan al-ibl fi diyat al-khata. Hamda xata adam o'tirib qolgan ahvolda shu yuztaga necha yoshli tuglar bo'ldi deganda ixtiloflashib qoldi. Faqat Malik va Shafi'i ya akhmas. İmam Shafi'i bilan Malik 5 turlik qilib ayiramiz. 20 ibnata makhad, 20 ibnata labun, va 20 ibn labun zakaran, va 20 hiqqa, va 20 jad'a. وهو مروي عن ابن شهاب وربيعة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه عن التخميس. يعني 5 turga ayiramiz degan qarashda İmam Abu Hanifa o'xshash. إلا أنهم لك أبو حنيفة وشاهدلره جعلوا مكان ابن لبون ذكر ابن مخاض ذكرا. ابن لبون أكيد ابن لبون أورنغا ابن مخاض دتو. Men inşallah ularning erkek onu alıp kıymeti fark buldu. Kişisi kıymet. Ondan boğazları kıymet. Çünkü bizne butulaqlab birdan bo'lgan ekan. Ondan bunun yeşi cho'ngaygan siri qimmat bo'ldi. Jada'a masalan degandek mushu ismlar boshqa qo'y kalirmi shirdi. Lekin qo'yninki jada'a degani 6 oylik va 6 oylikdan 1 yil qadar bo'lganlarning jazosi. Har hayvonninki jazosi o'xshash emas. Lekin bu tuginin bu uzun ömür ko'rgan narsa bo'lgan ekan tuga qo'yib qaraganda 5 yosh chigan chog'da jazo bo'ldi. Jazo degan qanday? 5 yosh chigan chog'da undan otilgan bo'lgan ahvol, balog'atga yetgan vaqti bu. Jazo degan. Belki bu 15-20 yil umr ko'rishi mumkin. Mesela vasila va la hama saiba deganlar esa unni butulaqlab bu qismida oldi dedi-ku. Uni butulaqlab bo'g'ichi 15-20 yashaydi. Uzun yashaydigan hayvonlar bu. Varuya an ibn Mas'ud'dan al-wajhan jami'an. Bularning dalilimi sahabdan kelgan qarashgan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinibdi. Varuya an sayyidina Ali annaha ja'alaha arba'an. Tut ulushga ayirgan ahvolmi Hazrat Alidan rivoyat qilinibdi. Asqata minhal 25 bani labun. 25 ibn labunni shurutlam 4 kilam qoldiribdi turini. Vali zahaba Umar ibn Abdulaziz. Xalifa Umar ibn Abdulaziz o'zining zamonida mushqarashni talab etgan. Wala haditha fi zalika musnadun. Endi mushunda 4 turlik, 5 turlik, manchi yosh deganlarda musnad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tutashgan bir hadis yo'q. Hammasi sahoba kiramning da bo'lsalar shu ba'zi voqealikda hukm qilgan ahvol bor. Bundan olingan bu aqli kamchilik bor bo'ldi. Qanday bekisi kamchilik bor deganini ko'rsatdi. Fadalla ala al-ibahati wallahu a'lam. Bundan olingan necha yoshdan qanday qilib bekitishni shu qazo qilinining bekitishi bog'liq narsa ekanligini ko'rsatdi. Yani shu hozir Ibn Rushdningki tarjihi. Buni qanday bekitsa bo'ldi? Cho'qim bunda bekitishlarni yo'qmi? Kama qala Abu Umar ibn Abdul Bar. Abu Umar ibn Abdul Bar mush alimmi shunda tarjih etgan. İmam İbn Rushd shuning tarjihini
tallıdadır. وخرج البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا ما حديثنا ترمذي وبشقى أصحاب السنة رواية قلن بخاري رواية قلن بخاري رواية قلن دينا خطأ ولا قلت سيل بخاري ديوه وهذا استبتوا في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض ذكور و20 بنات لبون و20 جذع و20 حقا مسند حديث كم تدغو هذا المسند حديث بس كيف قال ده مش ناقل واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن خشف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو مجهول المجنبر مسند حديث كلده bunun ise Abu Umar ibn Abdülbar bu Xashab ibn Malik degan kishidan rivoyat qilingan bu kishi Ibn Mas'uddan rivoyat qilgan bu Xashab ibn Malik degan majhul adam buni rivoyat qabul qilmaydi tanımaymiz bu kishini demakchi ya'ni mushahidis ojiz demakchi natija qala wa ahabbu ilayya fi dalika ar-riwayatu an Ali bunun qaraganda da Hazrat Ali'dan kelgan rivoyat bu yaxshiroq ma'lumotlarga nimen tanlayımızda Hazrat Ali'den kelgan rivoyatni tanlasak münasib debdi. Li'annahu lam yuxtalaf fi dalika alayh. Chunki Hazrat Ali'dan shunda bir xil rivoyat keldi. Tuttirlik qilamiz deb shunama. Kama Turifa al-Ibn Mas'ud ibn Mas'uddan ikki xil rivoyat kelib qoldi. Nima ikki xil kelgan rivoyatni olsak yaxshi demakchi. وخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكرون من رواية كالدوغا مثلا ديلب قاسا قال أبو سليمان الخطابي أبو خطابي ما شو مع المسنة كتابنا يظن أبو داود نشر لجن أشعالم هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء المشهورين قال به مشهور فقهاء هسبرسه بوادسنا دل قلب أغنق ميما وإنما قال أكثر العلماء إن دية الخطأ أخمس كبتلك عالمنا خطأن ديته بشترق أيرلو ديان وإن كانوا اختلفوا في الأصناف بشترلكنا her bir türü neçe yaştın buldu digende ıhlatışıp kalsın beştürk ayrımız digende asasen تبسك الله آغان وقد روي أن دية الخطأ مربعة عن بعض العلماء وهو الشعبي والنخعي والحسن البصري بلادن تترقى أيرمزة مكاية هزرت أليدن كاية مشغول تترقى أيرمزة وهؤلاء جعلوها 25 جدعة تترقى أيرمزة قال قندا بلدرسة جيم بشنا جزعة جيم بشنا حقة جيم بشنا بنات لبن جيم بشنا بنات مخاضبتون كما روي عن علي منا حضرت علي من رواية مغان وخرجه أبو داود سنن دا من رواية بلدان وإنما صار الجمهور إلى تخميس دية الخطأ 20 حقة و20 جزاء و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض ذكر نمشن جمهور من دا خطأ أدم تربقاغنن ديتنا beş türlü ayrımızda müşnda türlü ayırdı. Ve in kana lem yettefiqu ala benil makhad. Benil makhadda hemmisi ittifaq emas. Onun ornuga başqasını sep qo'yganlar bor, mesela Abu Hanifa'da. Lianna lem tuzkar fi asnanin fiha. Beş türlü tugilani sanıqa hadislarda benil makhadning o'rniga beni labun kelgan, ba'zi kelmagan demak. Benil makhad ittifaq kelmagan bo'lsa-mu, lekin mush 5 turlik bo'ldi deb 5 ulushga ayirdi. Demak, jumhur bunda 5 turlik bo'limiz dedi deydi. Lekin benil makhadlar mutlaq qolgan bo'lsa, lekin qolgan 4 turlikda ittifaq ham 5 ulush qilganligida ittifaq. Faqat birisining o'rniga boshqa birisini qo'yganligi bor Imom Abu Hanifa'da dedi. وقياس من أخذ بحديث التخميس في الخطأ وحديث التربيع في شبه العمد إن ثبت هذا النوع الثالث أن يقول في دية العمد بالتثليث من ده دينمده خطأ أهوال ده بشترغ أيريمز ده شبه العمد ترغ أيريمز دبقان أهوال ده أشنده دين بويش بلاب قاسا yani şibil amdı ba degan takdirda şibil amdı isbotlanib qolgan ahvolda u chog'da qanday deyish kerak? Qasdanda 3 turga ayiramiz deyish lozim. Xatoan to'yilibdi-ku.
Xatada 5 turdi. Yani shibil amdil kelgan chog'da turli qildi. Endi qasdan kelgan chog'da 3 qilish kerak. Bu qiyos bo'ycha bu kenglikdan shunda qariyib ta'sis ma'noda deb qolsa qasdan 3 turli qilish lozim. كما قد روي ذلك عن الشافعي إمام الشافعي ديندك ومن لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه üçtürlük bulmaydı, üçtürlükke bölmemiz diyorlar. Kastanılan şibil amdaki hata okşayış deyip qardı. فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي تكون من الإبل على أهل الإبل. Mana şu tügü çarvı malları var kişilerge qarta qanchalik diyet kildo degan masaladagi olimlarning mashhur qarashlari. Lekin tugib boqmaydigan bizning yurtdagidek masalan yoki Yevropadagidek bunda odamlar nima tilab diyet berdi bo'lsa, bular pul, dollar, euro masalan ya ko'y tilab berishgan. Hadi bu tugunan qimmatini beramdi. Yoki manch pul deb manch tilla ya manch gram oltinda bektigilibmi? Bunu inşallah keyingi darsdan anlaysiz. Vallahu a'lam. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.